Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun bizda mana yaxshi natija bo'lyapti. Bu yaxshi natija bo'ldi mana bel og'rig'idan va belda 6-7 millimetrlik grejadan shifo topdilar opamiz. Kelgan holatlarida juda kuchli og'riq bilan kelganlar va o'sha og'rig'i bel sohalari va tizza, boldir, orqa son tomonlar bilan birgalikda og'riq juda kuchli kelgan va deyarli istimalar bilan kelganlar. Mana Alloh shifo berib, mana 7 kunlik muolajada to'liq yaxshi natijaga erishdilar. Opajon, o'zingiz ham gapiring, qanaqa holatda edingiz, qanaqa natija bo'ldi, necha foizga o'zgardi? Gapirib qo'yasiz. Birinchi kelganda rosa ahvolim rostdan ham anaqa edi. Ko'p joylarga anaqa lechina oldimda. Nervga oldim. O'shanda nima qilayman, qo'shnimni sizni tavsiya qilib kelgandim. Rosa Xudoga shukr, rahmat, engishib turib, harakatim rosa yaxshi istimalamay qoldim-ku. Yaxshi bo'lib qoldingiz. Rahmat, tenjiningiz sog' bo'lsin. Alloh shifoingizni bersin. Qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Bundan buyog'iga greja bilan umuman kasallanmang. Yaxshi bo'ling bundan buyog'iga. Tenjiningiz